لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Hurmatli azizlar, bugungi suhbatimizda say haqida suhbatlashamiz. Demak, biz Zamzam suvlarini ichdik, undan to'yib ichganimizdan keyin demak biz oldimizda bitta vojib amal bor. U ham bo'lsa Safo va Marvani o'rtasida 7 marta yurishlik, ya'ni say qilishlik. Mana shu say qilishni boshida ulamolar aytadilarki, Hajarul Aswadga ishora qilib, shu istilom qilishlik sunnat amal deydilar. Ya'ni biz tavofni boshlagan paytimizda Hajarul Aswadga qarab qo'limizni ko'tarib, zikr tasbihlarni aytib qo'limizni o'parmidik? Har bir tavofni boshida shunday qilarmidik? Endi sayni boshida ham mana shu amal bilan sayni boshlashlik sunnat amal deyiladi. Demak, albatta imkoniyatimiz bo'ladigan bo'lsa, Hajarul Aswadga qarab, ya'ni takbir, tahlil, salovatlarni aytib, ishora qilib, qo'limizni o'pib, keyin Safo tomonga yuramiz. Safo tomonga ketishda ulamolarimiz quyidagi oyat-i karimani o'qish mustahab ekanligini bayon qilganlar. Astag'izu billah. Inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawwafa bihima wa man tatawwa'a khayran fa innalloha shakirun alim. Mana shu oyat-i karimani o'qib, demak Safo tomonga yuramiz. Safo tomonga borib, Safo tepaligiga chiqqanimizdan keyin birinchi qiladigan narsamiz, ya'ni Ka'batullohga yuzlanamiz. Ka'batullohga yuzlanib, takbir aytamiz, tahlil aytamiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salovat aytamiz. Ya'ni Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, vassalatu vassalamu alayka ya rasululloh deb mana shunday zikrlarni aytamiz. Qo'limizda agar shu duo kitobchalari bo'ladigan bo'lsa, unda keltirilgan duolarni o'qisak ham nur ustiga nur bo'ladi. Mana shunday duolar, zikrlardan keyin qo'limizni duoga ochamiz. Ya'ni haqiqiy duo qiladigan paytda qanday duo qilamiz? Ikkita kaftimizni tepaga qaratib, yelka barobarigacha qo'limizni ko'taramizmi? Mana shunday holatda xuddi duoda qanday holat bo'ladigan bo'lsa, mana shunday qo'limizni duoga ochib, demak o'zimizning haqqimizga, farzandlarimiz, ota-onamiz, el, yurt, vatan va bizdan kim duo so'ragan bo'lsa, ularning haqqiga chin dildan, qalbdan turib duo qilamiz. Chunki Safo tepaligidagi duolar ijobat ekanligi barcha kitoblarimizda keltirilgan. Mana shunday duolar, tazarrularni qilganimizdan keyin endi biz Marva tomonga ohistalik bilan yurishni boshlaymiz. Mana shu Marvaga yurishni boshlaganimizda qo'limizdagi kitobdan birinchi shavutda, ya'ni birinchi aylanada o'qiydigan duolarni o'qishimiz juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Kimda agar mana shunday sharoit bo'lmasa, ulamolarimiz bunday odam zikr tasbihlar bilan yursin. Ya'ni Subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar, la ilaha illalloh, la havla va la quvvata illa billah. Mana shu 5 ta zikrni say asnosida aytib yurishlik nihoyatda bir savobli amallardan ekanligini ulamolarimiz aytganlar. Endi buni bitta qilib aytish ham mumkin. Ya'ni subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar va la havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim deb bitta qilib aytsak ham nur ustiga nur bo'ladi. Agar bitta qilib aytishni agar yodlamagan bo'lsak, demak alohida qilib yuqorida aytilgandek bir boring 100 ta, birinchidan subhanallohdan 100 ta, alhamdulillahdan 100 ta, la ilaha illallohdan, Allohu akbardan, la havla va la quvvata illa billahil aliyyil azimlardan 100 tadan yoki o'zingizning sharoitingizga qarab, ya'ni undan xohlaganingizcha aytishingiz mumkin. Muhimi shu say 7 ta asnoda, 7 ta aylanishimizda tilimiz behuda narsalar bilan mashg'ul bo'lmasdan mana shunday zikr tasbihlar bilan yuradigan bo'lsak, ya'ni say qiladigan bo'lsak, bu sayimiz haqiqiy kitoblarga muvofiq va ko'p savoblarga vasila bo'ladigan saylardan bo'ladi inshaalloh. Demak, mana shunday zikr tasbihlar va qo'limizdagi kitobdagi duolarni o'qish bilan yurar ekanmiz, oldimizdan yashil chiroq chiqadi. Ya'ni milayayn ahzorayn deyiladi kitoblarda. Mana shu ikkita yashil chiroqning o'rtasida ayollar odatdagidek qanday ketayotgan bo'lsa, ana shunday yuraveradilar. Erkaklar bo'lsa, ular yugurgandek, ya'ni tezroq yuradilar ular endi. Mana shu o'rinda mana shunday tez yurish, ya'ni yugurgandek holatda yurishlik sunnat amal hisoblanadi. Mana shu yashil chiroqlarning o'rtasida o'qiladigan duo bor. U ham bo'lsa
Robbig'fir varham va tajavaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram degan duo. Ya'ni Allohim o'zing meni mag'firat qilgin va menga rahm qilgin va o'zing bilgan meni gunohlarimni kechirgin. Albatta sen karam sohibi va g'olib zotsan degan mazmundagi duo. Mana shu duoni o'qib, demak bu yashil chiroqdan o'tamiz endi. Yashil chiroqdan o'tgandan keyin u yashil chiroqgacha kelgan zikrlarimizni to'xtatuvdik endi. Ana shu zikrlarni davom ettirib, ya'ni Marva tomonga qarab boramiz. Marva tomonga borganimizdan keyin Marvani ustiga chiqsak, demak biz bitta aylana yurgan bo'lamiz, bitta shavt yurgan bo'lamiz endi. Endi Marvani ustiga chiqqanimizdan keyin Safoni ustida qanday zikr tasbihlar, duolar qilgan bo'lsak, xuddi shu narsani qilamiz. Chunki Marvani ustidagi duolar ham inshaalloh shak shubhasiz ijobatdir. U joyga Marvaga borganimizdan keyin ham ya'ni Ka'batullohga yuzlanamiz. Ba'zan u Ka'batulloh ko'rinishi mumkin, ba'zan ko'rinmasligi mumkin. Kitoblarimizda aytadilarki, u ko'rinsa-yu ko'rinmasa Ka'batullohga qarab, farazan mana shu to'sib turgan narsalar farazan bo'lmaganda Ka'batullohga ko'zi tushadigan holatda turib, ya'ni yuqorida aytilgan zikr tasbihlar va duolar qilinadi. Shu bilan keyin yana Safo tomonga qarab zikr tasbihlar bilan qo'limizda kitobimiz bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi aylanada o'qiladigan duolar va zikrlarni bo'lmasa, hali yuqorida aytilgandek 5 ta zikr: subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar, la ilaha illalloh, la havla va la quvvata illa billahil aliyil azim. Mana shu duolarni o'qib, zikrlarni o'qib, demak biz Safo tomonga qaytib boramiz. Safo tomonga borganimizda demak 2 marta bo'lgan bo'ladi. Safoga borganimizdan keyin xuddi birinchi safar Safoda nima qilgan bo'lsak, shu ishni qilamiz, duo qilamiz, zikr tasbihlar aytilinadi. Undan keyin yana Marva tomonga yuramiz. Xuddi mana shunday holatda demak 7 ta yuramiz. 7 marta yuramizda, 7-inchisi Marvaga kelganimizda, ya'ni 7 ta bo'ladi. Shu bilan bizni zimmamizdagi ya'ni say qilish amali nihoyasiga yetgan bo'ladi. Shu oxiringisi 7-marta kelgan paytimizda ham Marvaga kelganimizda yana ya'ni duolar bilan tugatamiz sayni ham. Ya'ni Ka'batullohga yuzlanamiz, zikr tasbihlar, boshida Safoda nima ish qilgan bo'lsak, ana shu narsalarni hammasini bajaramiz. Demak, shu bilan say o'z nihoyasiga yetgan bo'ladi. Undan keyin endi 2 rakat namoz o'qishlik, ya'ni shukrona nuqtai nazardan Allohga shukr keltirish maqsadida 2 rakat namoz o'qishlikni ulamolarimiz mustahab deydilar. Bu namozni masjidni hududida o'qish kerak deyiladi. U Safo Marva u masjiddan tashqaridagi hudud u. Demak, imkoniyatimiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu mustahab amalni ham bajarib, Masjidul Haromni hududiga kirib, masjidning hududida 2 rakat namozni o'qiydigan bo'lsak, demak nur ustiga nur bo'ladi inshaalloh. Mana shu o'rinda sayga tegishli ba'zi bir fiqhiy masalalar bor. Ulardan biri shuki, sayni albatta piyada holatda, ya'ni yurgan holatda bajarish vojib bo'ladi. Ya'ni sog'lom odam, hech qanday muammosi yo'q odam albatta uni piyada holatda yayov yurib bajarishligi vojib bo'ladi. Endi piyada yurishga qodir bo'la turib aravada bajaradigan bo'lsa yoki hozirgi kundagi elektron bir vositalardan foydalanib shularda yuradigan bo'lsa, ulamolar uni zimmasiga qo'y so'yish lozim bo'ladi dedilar. Demak, u qaytadan piyada agar u tavofni bajarmaydigan bo'lsa, albatta u bitta qo'y so'yishi lozim bo'ladi. Agar bu xatosini anglab u piyada bajaradigan bo'lsa, sayni o'z-o'zidan zimmadagi qo'y soqit bo'ladi. Demak, bu narsaga alohida e'tibor qilishimiz kerak. O'zi aravadan foydalanish yoki shunday vositalardan foydalanish kimlarga ruxsat berilgan, kimlar shu piyada say qilmasa ham bo'ladi deyilsa, ulamolar aytadilarki, 2 toifa odamga ruxsat berilgan. Birinchisi, ya'ni bemor odam. U bemor odam agar piyada say qiladigan bo'lsa, bemorligi ziyodalashib, u nihoyatda ya'ni cho'zilib ketadigan holat bo'lsa, mana shu odamga ruxsat bor. Ikkinchisi, piyada yurishga qattiq qiynaladi. U qarilik sababli yoki nihoyatda boshqa bir qandaydir o'zidagi bir yurishga qiyinchilik sababli u yurishga hech madori qolmagan shunday bir holatda bo'ladigan bo'lsa, shu aravada say qilishligi mumkin. Mana shu o'rinda ulamolarimiz bir tavsiyalari bor. Saydan oldin odam charchagan holatda bo'ladi. Ko'pincha misol uchun 7 marta tavof qiladi. Endi say qilish ba'zan qiyin bo'lishi mumkin. Shunga ulamolar aytadilarki, u 1-2 marta yurgandan keyin sayda bir dam olsin, bir nafasini rostlasin, bu suvlardan ichsin, zikr tasbihlarni bir o'tirib davom ettirsin. Keyin yana o'ziga kelgandan keyin yana sekin bir marta, 2 marta qilib bir imkoniyatiga qarab 7 martaga yetkizsin.
mana shunday yetkazishga ko'zi yetadigan bo'lsa, albatta dam olib yetkazsin. U hargiz u aravadan, boshqa narsalardan u foydalanmasin. Chunki u qodir, u biroz dam olib, demak, sa'y qilishga qodir ekanmi? Demak, mana shulardan foydalansin deb turib, ulamolarimiz mana shunday tavsiya qilganlar. Shunday ekan, u bemor bo'lmasak va yurishga qattiq qiynaladigan bo'lmasak, albatta piyoda sa'y qilishligimiz lozim bo'ladi. Sa'yga tegishli yana bir fiqhiy masala, sa'y qilayotgan kishi albatta tahoratli bo'lishligi kerak. Tahoratli holatda sa'y qiladigan bo'lsa, bu sunnatga muvofiq holatda sa'y qilgan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham tahoratli holatda sa'y qilganlar. Endi mana shu o'rinda ulamolarning bir yengilroq fatvolari bor. Aytadilarki, agar bir kishi sa'y qila turib tahorati sinib qoldi, u nima qiladi desa, birinchi navbatda borib u tahoratini yangilab, shu kelgan joyidan davom ettiradi dedilar. Lekin u tahorat qilish unga mashaqqat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni suv topa olmayapti, qayerdan tahorat qilishni bilmaydi, yangi kelgan, yoki u tahoratga ketadigan bo'lsa, sheriklari undan uzoqlashib ketib qoladi-da, u adashib shunaqa bir qancha mushkul holatlar bo'ladigan bo'lsa, ulamolarimiz bu sa'y asnosida tahoratsiz holatda sa'yni davom ettirsa ham bo'ladi deydilar. Chunki Safo bilan Marva Masjidul Haram hududidan tashqari hudud hisoblanadi. Bu Masjidul Haram hududidan tashqaridagi ibodatlarda tahoratli bo'lish sunnat amal hisoblanadi. Endi mana shunday yuqorida aytilgandek uzurlar bo'ladigan bo'lsa, u tahoratsiz holatda sa'y qilishga ham ulamolarimiz ruxsat berganlar. Bu tahoratsiz sa'y qilganligi sababli uni zimmasiga hech qanday, ya'ni qo'y so'yish yoki sadaqa berishlar lozim bo'lmaydi. Azizlar, sa'yga tegishli yana bir fiqhiy masalamiz bor. Misol uchun 7 marta yurishimiz kerak ekan, 7 marta yurmasdan 6 marta yurib qo'ydi yoki ozroq yurib qoldi. Buni jinoyat qanday bo'ladi? Shu masalaga to'xtaladigan bo'lsak, ulamolar aytadilarki, o'zi shu 7 marta yurishni 4tasi u farz deydilar. Qolgan 3tasini bajarishlik vojib deydilar. Demak, biz hech bo'lmaganda 4ta sa'y qiladigan bo'lsak, yoki 5ta sa'y qiladigan bo'lsak, yo 6ta qiladigan bo'lsak, endi 7ta qilsak o'z-o'zidan bu ma'lum narsa. Shunaqa 4, 5, 6 ta yuradigan bo'lsak, biz asosan demak farzni bajardik biz. Sa'yimiz sa'y bo'ladi. Agar shundoq sanoqlarda adashib ketaveradigan bo'lsak ham, demak bizni zimmamizga qo'y so'yish lozim bo'lmaydi. Misol uchun demak bitta tark qilayotgan bo'lamiz yoki ikkitasini tark qilayotgan bo'lamiz, bajarmayotgan yoki 3tasini. Mana shunaqa holatlarda har bir yurishga, har bir aylanaga demak biz sadaqa berish bilan shu nuqsonni to'ldirishimiz mumkin. 4 marta yurib sanoqda adashib ketaverdi yoki charchagandan ketaverdi bir kishi. Nima bo'ladi desa, buni zimmasiga qo'y lozim bo'lmaydi deyiladi. Chunki bu aksar 50% dan ko'pini bajardi bu. Endi bu qolgan 3 marta qolib ketadigan bo'lsa, 4tasini aylandida 3ta qolib ketib qoldi. Bu odam endi 3tani har biri uchun sadaqa beradi endi. Hozirgi kunda mana 2024-yilda turibmiz. Sadaqalarni hisobini ulamolar 20 riyal deyaptilar. Demak, bu 60 riyal bilan shu sa'ydagi kamchiligini to'g'rilab olishligi mumkin. Endi bordi-yu, bu ko'pini qoldirib yubordi. Ozini qildi. Mana 2 marta aylandi yoki 3 marta aylandi, demak 50% dan kamini bajardi, ketaverdi yoki sanoqda adashdi, qanaydir bajarmadi. Bu nima qiladi desa, buni zimmasiga qo'y lozim bo'ladi endi dedilar. Bu odam albatta, ya'ni yo qo'y so'yadi, yo qaytib kelib shuni chiroylik, mukammal oxiriga yetkazadi. Ana yuqoridagi sadaqa beriladigan holatda ham xuddi shunday. Misol uchun 3tada sadaqa dedik, 2tada ham sadaqa dedik, bitta tark qilganda ham sadaqa dedik. Shu odam kelib shu ehromdan chiqqan bo'lsin yoki ehromdan chiqmagan bo'lsin, kelib shu nuqsonlarni to'ldirib qo'yadigan bo'lsa, u zimmasidagi jarima qo'y bo'ladimi yoki sadaqa berish bo'ladimi, bu narsalar o'z-o'zidan zimmadan soqit bo'lib, buni ibodati mukammal bo'ladi. Agar bordi-yu bajarmasdan shunday ketaveradigan bo'lsa, demak buni zimmasiga aksarini bajarmasa qo'y lozim bo'ladi. Agar yo'q, oz qismini bajarmaydigan bo'lsa, zimmasiga har bir aylana uchun sadaqa lozim bo'ladi. Azizlar, shu sa'y borasida ba'zilarda bir savol bo'ladi. Shu tapuchka kiygan holatda ham sa'y qilsak bo'ladimi deydi. Ulamolar barchalari bunga bo'ladi deb javob beradilar. Chunki bu biz tavof paytida yalang'oyoq qilishligimiz bu mustahab amal edi, odob edi. Ka'batullohning hurmatidan biz yalang'oyoq u joyni tavof qilar edik. Endi sa'y qiladigan joyimiz masjiddan tashqari holat. Qolaversa u joylar nihoyatda sovuq. U oyoq ostilari nihoyatda zax.
Endi shunday ekan, tapushkalarimizda sa'y qilishligimiz hech qanday makruhlik yoki bir ibodatimizga nuqson yetkazmaydi. O'zimizni sog'ligimizni ehtiyot qilgan holatda albatta shu tapushkalarimizda, oyoq kiyimlarimizda sa'y qilishligimiz mumkin bo'ladi. Sa'yga tegishli fiqhiy masalalardan yana biri, sa'y qilish asnosida namoz boshlanib qolishligi mumkin. Farz namoz yoki janoza namozlari boshlanib qoladigan bo'lsa, biz sa'yni shu kelgan joyda to'xtatamizda, demak farz namozni o'qib olamiz. Farz namozni shu Safo Marvada o'qisak ham bo'laveradi. Shu joyda o'qib, demak namozlar tugagandan keyin yana sa'yimizni kelgan joydan davom ettirib nihoyasiga yetkazamiz. Azizlar, sizlarga aytmoqchi bo'lgan sa'y borasidagi fiqhiy masalalarimiz va ahkomlarimiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu.